Dugonamning opasi Ogil farzandli bo'ldi. Shuning uchun unga o'zimdan maxsus sovg'a tayyorlamoqchi bo'ldim. Chaqaloq uchun eng zo'r sovg'a ayiqcha toqish deb o'yladim. Lekin hozir yoz, tashqarida havo shunaqa issiqki, quyosh odamni kuydiryapti. Siz esa hozir, bunday issiqda qanaqasiga o'sha qalin ipni ushlab o'tiribsan? Issiqdan erib ketmayapsanmi deyishingiz mumkin. To'g'ri, xayriyatki hammamizda konditsioner bor. Agar u bo'lmaganida bunaqa issiqda chindan ham erib ketishimiz hech gap emas edi. To'g'risi boshida unchalik qiyin bo'lmadi. Hamma tana qismlarini toqib bo'lib, keyin ko'zlari va yuziga otdim. Mana shu qismi eng qiyini bo'ldi. Yuzini to'g'rilashga 1 soat vaqt ketdi. Shunchalik ko'p diqqat qilganimdan oxirida qo'llarim rosa o'girib, qaltirab ketdi. Keyin esa bantik tanlash vaqti keldi. 2 xil variant bor edi, olovrang qizil yoki oq. Men oq rangni tanladim va juda chiroyli chiqdi. Oxirida uni chiroyli paketga solib, ularni ko'rgani bordim va sovg'amni berdim. Umid qilamanki, ularga yoqdi. Sizningcha, qo'lda toqilgan ayiqcha Ogil bola chaqaloq uchun yaxshi sovg'ami?